Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muhammad Ali aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Ha, rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi akajon? Bezovta qilib qo'ymadimmi sizni? Yo'q, rahmat. Minnatdormiz. Bugungi tavallud ayyomingiz payg'ambarimizga ummat bo'lgan, Allohimga ne'mat bo'lgan shukrona yoshlaringiz bilan tabriklaymiz. Rahmat. Allohim bergan umri fayzli, barokatli bo'lsin deymiz. Ayni damda biz sizga Dil tilaklarim loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Ha, Boshlovchi Dilnozaxon bo'laman. Bugungi shukrona kuningiz munosabati bilan siz uchun atalgan juda ham chiroyli tabriknomalarimiz bor qo'limizda. hop. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu tabriknomalar egasi kimlar bo'lishi mumkin? Akajon, kimlardan kutyapsiz? Endi uydagi oila a'zolarimizdan. Albatta, siz uchun qadrli bo'lgan umr yo'ldoshingiz, farzandlaringiz onasi Zulolaxon opamiz tabriklabdilar sizni. Hop, rahmat. Mana shunday go'zal dilnomalarga dadajoningiz Ravshanbek akamiz, onajoningiz Ma'muraxon onamiz, opangiz Dilobarxon opa, singlingiz Robiyaxon opamiz hamda jajjigina Malika qizingiz Nuriyaxonlar nomidan ham qabul qilar ekansiz. Hop, rahmat. Hamma sog' bo'lsin. Barcha jiyanlar nomidan ham qabul qilasiz. Ijozatingiz bilan umr yo'ldoshingizni siz uchun atab yozgan chiroyli dil tilaklarini o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Rahmat. Assalomu alaykum. Men uchun aziz va qadrli bo'lgan hurmatli umr yo'ldoshim, sevimli insonim, qalbim